Xitoy doiralari atalmış nol Covid siyosati doirasida Sharq Turkiston xalqini 86 kundan buyon uylariga qamab, ularni osh qo'ydi va davolatmadi. Chekidan oshgan ayirib etish tadbirlari kishilarning jismoniy va ruhiy sog'lomligiga og'ir ziyon elib kelib, yana iqtisodiy ziyonlarni keltirib chiqadi. Xitoy xabarlash detali ündidarda oshkorlangan uchurlardan ma'lum bo'lishicha, Xitoy doiralari atalmış karantinni 31 dekabrgacha uzartishni planlagan. Mazkur suhbat xotirasida Uyg'urlar oziq-tulik yetishmaganlikdan va hukumat amaldorlarining ularning ochligiga pisand qilmaganlikdan og'ringan. Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken, Xitoy davlat ishlari komissari va Tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan telefonda so'zlashdi. Amerika Tashqi ishlar ministrligining bayonotida ministerlar ikki davlat o'rtasidagi aloqa liniyasini ochiq tutish va Amerika-Xitoy munosabatini mas'uliyatchanlik bilan boshqarishning zarurligini muzokara qildi. Rossiyaning Ukrainaga qilgan hujumining bexatarlik va iqtisodiy muqimlikka elib kelgan tahdidini tilga oldi deyildi. Yaponiya hukumati Xitoyning rayondagi harbiy faoliyatlarining kuchayishi va Shimoliy Koreyaning boshqariladigan bomba siniqi tahdidiga qarshi Iroq rayonlarini qo'g'dashning hal qilish chorasini izlayapti. Kyoto agentligining xabar qilishicha, markaziy hukumat ikki quruqlikdan Iroq orollarini qo'g'dash uchun yangi yuqori suratli boshqariladigan bombaning masofasini 1000 kilometrdan oshirmoqchi ekan. Xitoyning Jingzhou shahridagi iPhone telefonlari ishlab chiqariladigan bir zavoddagi ishchilarning tomdan sakrab karantindan qochib ketganligi o'tirg'a chiqdi. Xabar qilinishicha, 300 ming ishchi ishlaydigan bu zavodda Xitoyning boshqa joylariga o'xshashli qattiq qamal tadbirlari yo'lga qo'yilgan. Yana bir tarafdan Xitoydagi eng chong shaharlarning biri bo'lgan Guangzhouda yuqum soni yana bir qatim o'rilgan bo'lib, Xayju va Beiyun rayonlarida yadro kislotasi tekshirish uchun kelgan kishilar uzun o'chiratda turishga majbur bo'lgan. Ba'zi videolarda ko'rilgan odam dengizi Xitoyning atalmış yuqumga qarshi turish tadbirlariga qarata gumon paydo qilmoqda. Xitoyda istixborot ishlariga mas'ul bo'lgan davlat bexatarlik ministrligiga Xi Jinping Zhejiang o'lkasida partiya sekretari bo'lgan mazgilda qo'l ostida xizmat qilgan Qin Yishin ministr bo'lib tayinlangan. Xitoy mamlakatli xalq qurultiyi markaziy komiteti 63 yoshli Qin Yishinning davlat bexatarlik ministri bo'lganligini e'lon qildi. Xitoy istixborot ishlariga mas'ul bo'lgan davlat bexatarlik ministrligiga Xi Jinping Zhejiang o'lkasida partiya sekretari bo'lgan mazgilda qo'l ostida xizmat qilgan Qin Yishin ministr bo'lib tayinlangan. Xitoy mamlakatli xalq qurultiyi markaziy komiteti 63 yoshli Qin Yishinning davlat bexatarlik ministri bo'lganligini e'lon qildi. Rossiya tashqi ishlar ministri Sergey Lavrov Amerikaning Yevropa ittifoqini harbiy va iqtisodiy jihatdan ojizlashtirishni maqsad qilganligini o'tirg'a qo'ydi. Lavrov Yevropaliklarning Rossiyaga qarshi jazo sababidan Amerikadan natijasi ko'p ziyon tortadiganligini bayon qildi.